Salom treyderlar, bugun sizlarga grafikada uchburchak shaklini qanday aniqlash va undan foydalangan holda savdo qilish haqida tushuntirib beraman. Bu strategiya har qanday bozor sharoitida ishlaydi va sizga to'g'ri yo'nalishda сделка ochishga yordam beradi. Demak, bizni birinchi navbatda qiladigan ishimiz bu уровеньlarni aniqlash. Mana bu hozir chizgan chizig'im support zona va mana bunisi esa resistance. Ko'ryapsizlar, grafikada narx harakatini torayib borayotganini sezsangiz, uchburchak shakli hosil bo'lishi mumkin. Uni chizish uchun hozir qilganimdek yuqori nuqtalarni birlashtirib pasayuvchi chiziq tortamiz va pastki nuqtalarni birlashtirib ko'tariluvchi yoki bo'lmasam tekis chiziq tortamiz. Agar narx shu ikkita chiziq orasida harakatlanayotgan bo'lsa, uchburchak shakli hosil bo'ladi deb aytamiz. Va aynan shu yo'nalish bo'yicha сделка ochamiz. Demak, tepaga $100. Demak, bizning har doimgi strategiyamiz bor edi. Ya'ni vaqtni bittaga surib, yana tepaga $100. Tak. Yana bitta suramiz, yana $100, yana suramiz va yana $100. Beshinchisini ham bosamiz. Bo'ldi, zo'r. Ya'ni bu savdo qilish degani, uchburchak shaklida tugagandan keyin narx yuqoriga yoki pastga katta impuls bilan chiqib ketadi. Biz aynan shuni kutishimiz kerak. Agar narx yuqoriga chiqsa, biza buy bilan сделка ochamiz. Agar pastga qarab ketayotgan bo'lsa, sell сделка ochamiz. Bo'ldi. Hammasi shunchalik oson. Demak, bo'ldi, men boshqa paralardan izlab ko'raman. Yana ham shunaqa uchburchak shaklini. Tak, EURUSD bugun yopiq. Xo'sh, mana buni qo'yib ko'raylik-chi. Uchburchakni iloj boricha ko'proq praktika qilsangiz, ko'proq jadvallarda, ko'proq grafikalarda qidirsangiz, o'shanda bu shablon sizni xayolingizda shunaqa qolib ketadi. Xo'sh, bunda ham unchalik yo'q. Tak, bunda ham uchburchak shakli hosil bo'lmagan. Tak, o't ko'ryapsiz, mana bu yerda yaxshigina uchburchak bor. Tak, Asiyada. Xo'sh. Shamchaga o'tkazib olamiz. Demak, plusda yopdi bitta сделкani. Bunda ham unchalik ko'rinmayapti uchburchak. Microsoft OTC bozorlarda o'zi unchalik ham ishlamaydi-yu bu uchburchaklar. Buni ko'ramiz, qani? Xo'sh. Yo'q, bunda ham yo'q. Demak, Netflix yo'q, uni ham qo'yib o'tirmayman. PMX ga. Tak. Yo'q, bunda tekis uptrend bo'lyapti. Xo'sh, bittasi minusga yopilibdi, hech qisi yo'q. To'g'rilab olsak bo'ladi. Xo'sh, tillani OTC bozori unchalik juda ham sun'iy ko'rinib turibdi. Mana bu yerda ozgincha o'xshatdim, lekin bu yetarli emas. Umuman olganda ko'rdinglar, hozir uchburchak strategiyasi bilan yaxshi plyus qildik. Xo'sh, mana bu joyda buy qilganmiz va endi sellga qarab ketyapti menimcha.
Tak, buni qayerga minus qilibmiz? Aha, ozgincha qolgan ekan-da o'zi bunda ham. Tak. Aynan mana shu joyda uchburchakni aniqlaganmiz va o'sha yo'nalishda zelka ochib yaxshi plyus qildik. Davyaxshi bo'lmasa boshqa paralarni istoriyasidan topishga harakat qilamiz. Oldin bo'lgan grafikalarni ko'ramiz. Xo'sh, nimaga buncha sekinlashib qoldi? Davay shuni oldingi bo'lgan narxini ko'raylik-chi. Bo'lgan bo'lishi kerak, hech bo'lmasa uchburchak. Tak, вот, mana ko'ryapsizlar. Qaranglar. Shu yoqdan bitta munay tushgan. Вот, mana shunday. Va bu tarafdan pastki chizig'i. Yaxshi, mana pastki chizig'ini ham birlashtirib olamiz. Ko'ryapsizlar? Cho'tki uchburchak. Va qaranglar, bizda qoidasi qanaqa edi? Ya'ni uchburchakni buzib qaysi tarafga chiqsa, aynan o'sha tarafga zelka ochamiz. Bu yoqda tepaga ketgan va biz aynan shu yo'nalishda tepaga zelka ochganimizda yaxshi summa bo'lardi. Bo'la umuman olganda uchburchak strategiyasi bu ko'p uchraydigan va yaxshi ishlaydigan strategiyalardan biri. Agar buni aniqlay olsanglar, realni yaxshi summa ishlasa bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.